Kimdir ro'za tutmoqchi. Shunday ertalab turdiki, soat 6 bo'lgan. Ro'zani vaqti o'tib qolgan. Endi u ro'za tutmaydimi? Tutaversin birodar, chunki uni toqati yetadi. Ovqatlanmasa ham, suv ichmasa ham shundaygina turib niyat qilaversin birodar. Toqati yetmaganda Alloh taolo bu darajani Alloh unga taqdir qilmasdi. Demak, u banda suv ichmay turib ham, ertalab saharlik qilmay turib ham toqati ro'zagacha, iftorgacha yetadi birodar. Shuning uchun bir savol, mana ertalab turdik, saharlik qilmoqchi edik, shunday uyg'onsak, bomdod vaqti bo'lib qolibdi, 6:30 bo'lib qolibdi. Nima qilamiz? Endi ro'za tutmaymizmi? Yo'q, ro'za tutaveramiz. Shunday turamizda, ko'pchilik aytadiki, 6:30 da turib, bir qultum suv ichib, keyin niyat qildim. Mana shu bir qultum suv ichganingiz ro'zangizni buzadi o'sha. Hech narsa yemang. Shunday turdingiz, vaqt o'tgan. Turingda duo qiling, tahorat qiling, bomdodni o'qing, undan keyin zikr qiling, ishingiz bo'lsa ishingizni qiling yoki bo'lmasa dam oling. Demak, ro'zani vaqti o'tib qolgan bo'lsa, biror bir narsa yeyish, biror bir narsa ichish yoki ro'za tutmaslik xato. Duo qilingda ro'zangizni davom ettiravering.